Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz. Eshikrom ishqibozlari bitta obyektimizni topshirdik. Xo'p, manzilimiz Andijon viloyati Bosgan tumani Magirga topshirdik buni. Qalinligi 4,5, chiroyli holatda bo'ldi. Eni 260 ga, bo'yi 240. Eshikda o'zining razmeri 1.30, 2 chekkasi 65 sm dan chiqqan. Chiroyli holatda bo'ldi ishlarimiz. Xo'p, ochilib yopilishi ham go'zal holatda bo'ldi mana. Aynalarimiz germetika bo'lgan. Oshirmoqchilarimiz har doimgidek 3 tadan qo'yib beryapmiz. Xo'p, zo'r holatda chiqdi ishlarimiz. Sirazi laykni bosib, kommentariyada bir dongacha baholab ketasizlar. Bu yerda bitta derazamiz bor. Derazamiz razmeri 1.42 ga, bo'yi 1.52. Chiroyli holatda chiqdi bu ham. Aynalar germetika bo'lgan. Bagati bo'ldi. Bozlarimiz 8 lik, kesaklarimiz 10 likka chiqqan. Mashinalarimiz 9 likka chiqqan. Mana chiroyli holatda. Tepasi oq oddiy, pasti oq gulli. Xo'p, eski holatiga bir xil qilib berilgan ishlarimiz. Xo'p, like bosib, xo'p, pastdagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. Kimga kerak bo'lsa, Telegram, WhatsApp, emaillarda aloqaga chiqa olasizlar. Doimo xizmatdamiz. Qo'ni qo'shni, yaqin qarindosh urug'larga jo'natib qo'yamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.